davlatim tog'day panohim, soyabonim onajonim, bir umr qarzdor yurman poyingizda har qachon. Siz bilan shohonaman men, armonim yo'q onajon, to abad ta'zim etayim siz qalqonim onajon. Makka tilam Madinam, ko'zim nursiz onajon, sizga qiyos yo'q yerda va osmonda har qachon. Boringizga shukrlar deyman doim onajon, boringizda yoningizda ta'zimdaman har qachon. Uxlamaysizmi dastur yana siz bilan birga Diydor tabrik agentligi jamoasi o'sish faoliyatini davom ettirmoqda. Soat millari qariyb 10 ni ko'rsatmoqda, lekin ish faoliyatimiz haligacha davom etmoqda. Onajonlarni xursand qilishda davom etmoqdamiz. Bugun Xudo xolasa Karima onajonimizni muborak yoshlar bilan, tavallud ayyomlari bilan qutlaymiz. Albatta ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Kattaming mahallasiga tashrif buyurganmiz. Farzandlar tomonidan muborakbod etamiz. Ishimizni boshladik, kuzatishda davom etamiz. Diydor tabrik agentligi jamoasi. Yaxshi kunlaringizda video ko'rishamiz. Marhamat. Marhamat, Karima onajonimizni biz davramiz badiiy maydoniga sho'rlaymiz. Bayraminglar muborak bo'lsin degan holda yonimizga kelishlarini so'rab qolamiz. Qani marhamat. Karima onamiz kelsalar yonimizga keling. Assalomu alaykum hurmatli va aziz birimiz uchun qadrli bo'lgan qadrdonlar, hurmatli xonimlar hamda janoblar, tantanali kechamizning qadri baland ishtirokchilari, barchangizni bugungi kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomda ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bayram barchangizga birdek muborak bo'lsin deymiz. Albatta, tabiiyki barchamizga yaxshi ma'lum, bugun mana shunday ajoyib kechada, chiroyli koshonada, fayzli dasturxon atrofida yurib turishimizning sababi Karima onajonimiz bugun tavallud ayyomlari. Muborak bo'lsin. Ona, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamasdan bardam baquvvat tetikini yuribsiz. Kayfiyatlar qalay? A'lomi? Muborak bo'lsin tavallud ayyomlari. Endi nasib bo'lsa necha yoshda qarshıladingiz? Sir bo'lmasa 18 mi? 17 mi? 16 dek. 16 yoshgan muborak bo'lsin bayramingiz. Hali qarang, 10 gulizdan bittasi degan ochildi, deya ochilishga ham ulgurmadi. Bugun mana shunday ulg'aygan kunlarda barchamiz qo'llarimizni duoga ochib, yaratgan Allohim Tangrimdan so'rab turibmiz, sizga o'zi uzoq umr ato etsin. Deydilar, agar boshingga ne balo yoqsa, birovdan emas, o'zingdandir. Agar yo'ldan adashsang, bil xato bosgan o'zingdandir. Agar suhbataro do'sting qo'lin siltab ketar bo'lsa, biri yolg'on, biri g'iybat, biri tussiz so'zingdandir. Agar eling hurmatini poyandozlar yozar bo'lsa, biri poklik, biri soflik, biri rizq o'zingdandir. Agar uyga kelar chog'ing farzandlaring quchoq ochsa, ayoling xush kelibsiz deya eshik ochsa, biri mehring, biri sehring, biri berganchilikdandir. Bugun noni halol, oshi halol, iymoni but, ko'ngli yorug' insonni xonadonida yaxshi kun, katta tantana, bayram yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Bugun ona Diydor tabrik agentligi jamoasi sizni farzandingiz bu yerda Xo'p Sayfullojon akam tomonidan, qolaversa turmush o'rtog'ingiz Zubaydullo otam tomonidan mana shunday chiroyli oqshom bilan qutlash maqsadida kutilmagan sovg'a tarifasida tashib berdik. Eshikni bir tepib bostirib kelaverdik. Aybga buyurmaysiz. Kechamizni qiziqarli joyi aynan shunda quruq yemaganmiz. Bugun sizga atalgan chiroyli sovg'alarimiz bor va albatta onajonimizga munosib qo'shiqlar sadosi ostida sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Onajonimiz turgan markazga taklif etamiz. Marhamat.
Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Ubaydulla keling siz onam yonida turing, keling. Do'stlarim aslida hammadan onam chiroyli. Baxtim ko'rayin deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Ona, siz qalbim quyoshi, ko'zimni nuri. Ona, siz sabr tog'i, duolar quchog'i. Siz bizni mehr bulog'imiz. Farzandi uchun har nega tayyor bo'ladigan inson faqatgina ona bo'lar ekan. 9 oy farzandini vujudda ko'tarar ekan. Dunyoga keltirgandan keyin ham o'zini unutar ekan. Farzandlari uchun yashar ekan. Bedor tunlar uxlamasdan uyqularni yod qilib, begona qilib huzuridan, halovatidan, oromidan voz kechar ekan. Farzandi og'rinsa og'rinar ekan, quvonsa quvonar ekan. Ba'zan bolasi beshikda ko'nmaganda beshikdan yechib olib, qosh ko'zlari yu yuzlaridan o'pib, ertaklar aytib, allalar aytib farzand voyaga yetkazar ekan ona. Shu farzandlarni, shu zurriyotlarini dunyoga keltiraman deb ona to'lg'oq azobiga chidar ekan. Tishlariga qo'yar ekan. Ana o'shanda onaning tishlari sinib tushar ekan. Tunlari bedor qolar ekan, beshik quchib alla aytar ekan, ko'zlari qizarar ekan, ko'zlarini nurini yo'qotar ekan, qoshidan qosh berar ekan, ko'zidan ko'z berar ekan, yuzidan nur berar ekan, yuzlarga ajab tushar ekan. Farzandi uchun kerak bo'lsa, jonini ham berishga tayyor bo'ladigan inson faqatgina ona bo'lar ekan. Hayronamiz, farzandlar bu dunyoda mehribon insonlar ichida eng mehribon insonim onam. Onasini mahkam quchoqlasin. Bu dunyoda onasi borlar tez-tez borsin, kutirib bormay. Bu dunyoda onasi borlar. Onam rozi rizo mendan bo'lurmi iltijo qilsam, oyog'im ostiga tashlab o'zimni ziyripo qilsam. Hayotim gulshani yashnar onam ruxsoriga boqsam, ko'zim ravshan bo'lur bosgan izini to'tiyo qilsam. Duosini ololmasdan bo'lib men hastayi bemor, ko'rib shoyat kelur rahmi onajon deb nido qilsam. Onani duosini olish farzand uchun ham farz, ham qarz hisoblanar ekan. Onani rozi qilish vojib ekan. Bugun qarang, farzandlaringizni duoyingizni olamiz deyshibdi. Onamizni rozi qilamiz deyshibdi. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Shularni Alloh to'rt tomondan omadli bersin. Dasturxonga qo'yilgan bir jubdan kabi aziz, suv kabi serob bo'lsin. Mana bu qarsaklar onajonimizni sha'niga bo'ladi. Qani marhamat, shunday qarsaklar demaysizlar. O'zi kutmagan dizamizni kelishimizni hech kim aytib qo'ymaganmidi sizga? Ha? Hech kim xabar bermadi. Ubaydulla tog'a keling, siz yonlarda turing bugun. Bugun urush qolgan bo'lsangiz ham yonlarda turasiz, boshqa yo'lingiz yo'q endi. Turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi? Turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi, ota? 42 yil bo'libdi. 42 yil uchun ham bitta chiroyli qarsaklardan yemaysizlar bo'lmasa, 42 yil bitta ayol bilan yashashni o'zi bo'lmaydi. Onam Toshkentdan kelib, otamning cho'ljiqliklariga chidab, barcha qiyinchiliklarga, sinovlarga birgalikda bardosh berib, yelkama-yelka turib 42 yil davomida bugun mana shu kungacha yetib keldinglar. Uncha-munchasiga emas, 42 yil birga yashab berish. Ona, tanijoningiz sog' bo'lsin. Otam bugun sizga eng katta rahmatlarini, tashakkurlarini bildiryaptilar va albatta men hozir fursatdan foydalangan holda mikrofonni Ubaydulla tog'amga havola qilaman, bir chiroyli qilib tabriklab beradilar. Bilsangiz bitta she'r ayting, bo'lmasa uncha shart emas. Oxirida onajonsiz seni sevaman deb aytib bersangiz bo'ldi. Qani marhamat, qarsakinglar bilan. Rahmat rais, bu rahmat. Mana shu 42 yil mana ya nasib 8 yildan keyin yarim asr bo'ladi. Mana shu Xudoga shukr, mana shu kelib yashadik, yaxshi ko'rib olib keldik Toshkentdan keyin bu xotinim. Och, mana o'rchasiga ochin lublю deganda yaxshi ko'rib hurmat qilaman. 3 ta bolasi bor, bolalarini katta qildik, turmushga berdik, uylantirdik. Endi mana ketavering, xotinsam yo'q ketmayman, sizni tashlab ketolmayman deb o'tiribdi. Mayli ketmasin, qolsin meniga. Endi hozir ishda o'tiribdi birga, doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima deymiz endi? Shu mana o'g'limiz shu narsani tashkil qildi. Saybrajon katta rahmat. Sen ham niyatlaring yetgan o'g'lim. Doim yaxshi kunlar, to'ylaringni, uy-kuyingni biz birga bo'laylik hammamiz. Sog' salomat bo'linglar. Nima deydi? Yo'q bo'ladimi? Nevoraga bosh bo'lgan, 70 yoshda yosh bo'lgan, qalam bilan qosh bo'lgan, kampirim bilan aylanay. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin.
Yes, salomat bo'ling. Ketib qolmang. Ubaydulla tog'a, qayerga ketyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Yonlarda turing. Hozircha turing. Hidlar yiroq bo'l hasratdan, mungdan, ko'z yoshdan, sha'ningga otilgan tanadan toshdan. Mag'rur tursang agar mag'rur degaylar mo'tiylik izlarlar fe'li yuvoshdan. Suyash topoldingmi dunyoga kelib ustoz yo shogirddan yoki tengdoshdan, qashqir to'dasida qolgan birotsan. Tuyog'ing sinmasa bastur bardoshdan, faqat muhabbatga tayanginay qalb. Sen mehr ko'rgaysan o'shal quyoshdan. Axir bobolar ham demishlar qadam muhabbat yaratgan dunyoni boshdan. Mehr muhabbat ila mana shu kungacha yetib keldinglar, o'rtalaridagi shu sevgiga, aqllikka, birdamlikka ko'z tegmasin. Endi gapirsak gap yo'q. Aytamizda she'r ko'p. Dinlar qan tasalni maqtaydilar boli bilan. Qizlar go'zal yuzidagi holi bilan, yigit bilan qiz o'ynasa uyatimish, lekin qaysi kampir o'ynamaydi choli bilan. Men bitta chiroyli musiqa qo'yib beraman. Choli kampir bitta o'ynab berasizlar farzandlar, og'aylar bilan. Davra raqslariga taklif qilamiz. Ana undagi kechamiz yana bamaslar davom ettiramiz. Marhamat, boshqalarimiz sizlar uchun. O'yning, onam bilan o'ynab bering. Qara. Dadajonim mening, onajonim mening, oladek ikimiz yagonam mening. Dadajonim mening, onajonim mening, hali ham yonimda arvonim mening. Birimiz sağlatıp, birimiz canlatıp, tükenmezsiz üçün aytilar rahmatım. Biz üçün haramda, kuvonchli to'yimda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mening, onajonim mening, oladek ikimiz yagonam mening. Dadajonim mening, onajonim mening, hali ham yonimda arvonim mening.
rostdan ham kelib olishingiz kerak endi biz yonimizga, sababi bu marosim sizsiz bo'lmaydi. Yoshligingizda o'sha chimildiqqa kirgan paytingiz asal yalatganingizni eslaysizmi? Ha? O'sha esda qolgan, ha? Qarang, o'sha zamonni charxpalagi teskarisiga aylanib, yana qaytib kelyapti. Bu safar asal emas, bir chiroyli tort tanal qildirib qo'yishingiz kerak. Men bitta chiroyli musiqa qo'yib beraman. Tortlarimizni otajonimiz, onajonimiz turgan markazga olib kelamiz. Chiroyli musiqalar bilan topshirib qo'yamiz. Qani marhamat. Qani marhamat, chiroyli qarsakiylar bilan. Nima qilamiz? Qani bitta sanchiqmi, pichog'mi bormi? Sanchiq olib keling bo'ldi. Qani yoshlikni eslaymiz. Qani Ko'zlaringiz chaqnab yulduzday, quyosh yuzingizga nurlar kelgan kun. Dunyoga keldingiz siz bosh ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Rahmatlar ergashsin qadamingizda, rahmatlar ergashsin qadamingizda. Baxtga sarmast bo'lsin yuragingiz. qani amaliyot o'sha qarabatli bo'linglar rohim. Ko'z tegmasin. Muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bo'ldi, endi chiqarib tashlamaymiz uni. O'sha qara baxtli bo'ling, ming yillab yashang, ko'z tegmasin. Xo'p. Farzandlar hammasi shu yerdami? Og'aylar shu yerda. Bir chiroyli tabriklarimizni, niyatlarimizni bildirib qo'yishimiz lozim. Bu kishi o'g'lingiz adashmasami? Ha? Kuyovmi? Ha, o'g'il ekanda? Ha? Hammasi o'g'il. 7 ta navaringiz bor ekan. Keling siz yonlariga turib oling. Chiroyli niyatlarimizni bildirib qo'yamiz. Bu kishi menimcha qizlaringiz, ha? Bu qizimiz ha. Ha, keling. Opa, keling siz ham. Onajoningiz yonida turib olasiz. Chiroyli niyatlarimizni bildirib, tabriknomalarimizni izhor etib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Nima deymiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtli bo'ling. Hech qachon yomon kuningiz bo'lmasin. Nimaiki orzu havaslaringiz bo'lsa, hammasiga erishaveringizlar. Bir umr baxtli bo'lib yashaysizlar. Katta rahmat. Nima deyman? Dadam bilan ayam baxtli bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Bizani baxtimiz, bolalarimiz baxtini ko'rib yursin. Sayfullajon, baxt va omad hech qachon seni tark etmasin. Shunchalik qilgan mehnatingga qo'limizdan kelgancha meniki o'tkazyapmiz. Rahmat senga ham kattakon. Ovsinjon, tug'ilgan kuningiz bilan yuzlarga kirib yuring. Balalaringizni, nevaralaringizni hammasini huzurini ko'ring. Sayfullajonim balalarini huzurini ko'rsin. Shu narsalarni qildi sizga katta rahmat. Ukam bilan qo'shcha qaring. Yuzlarga kirib yuringizlar. Rahmat amallar. Salomat bo'ling, yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin, uch balodan asrasin. Charxu balokash bo'lmasin, do'st mehrsiz, dardsiz ulfat, yor jafokash bo'lmasin. Hech kimsani tishlari tosh ko'rmasin, ota, ko'zlari yosh ko'rmasin. Alloh do'stga zor, dushmanga xor, nomardga muhtoj qilib qo'ymasin. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Endi ona qarang, bugun Sayfulla akam tomonidan sizga mana shunday chiroyli oqshom tashkil qilindi. Arzimas bo'lsa qabul qilib oldingiz. Endi mikrofonni tutqizaman sizga. Oynai jahon orqali bo'lsa-da, o'g'lingizga tashakkurlaringizni aytib, rahmatlaringizni bildirib, bitta chiroyli duo ham qilib berasiz endi. Marhamat. O'g'lim Sayfulla, seni bu qilganlaring hammasiga rahmat. Kattakon rahmat aytaman. Shunchalik musofir yurtida yurib, shunchalik qilib yuribsan, senga juda ham katta rahmat aytaman. Hamisha sog' bo'lgan, baxtli taxtli bo'lgan, bolalaringni huzurini ko'rib yurgan ilohim. Eson omon turmuching sog' bo'lib, eshigimga kirib kelsang, o'sha men uchun bir umrlik baxt bo'lam.
jahonda seni o'stirgan otang birla onangni bil. Gurohda bo'lsa-da sendan alarga mehribonlik qil. Mehribondir alar senga, shuni sen doimo bir bil. Turibdin kechalar bedor, seni boqqan otangni bil. Turibdin kechalar bedor, seni boqqan onangni bil. Rahmat bolam. Mana bultiram qanchalik qilib mana butun tug'ilgan kunlarimni qilib berding. Mana shu belam shunchalik qilib turibsan, senga umuman rahmat senga bolaginam. Sog' bo'lgin, omon bo'lgin. Ko'zingga qarab Yaxshi o'g'lim. yetib kel. Doim niyatlarga yetib yurgansan, sog' bo'lgan. Doim o'ylab kulib kelaver, ishlaringga baraka bo'lsin. Doim nima deyman senga? Ko'zingga qarab uzoq yuribsan, musob yurtda. Sog' salomatgina bir ishni qilasan, o'ylabgina qadam bosgin. Bismillah inson chiqarmagin. Doim Alloh o'zi seni asrasin. Ishingga baraka tilayman. Sog' salomat bo'lgin. Yana meni qarab bayram oldi shu sovg'a qilyapsan. Ham Hayit bayramlari, ham mana oyning to'lin kunlari sen niyatlaringga yetgan o'g'lim. Doim shu kunni uyingda o'taylik. Kelasi ish payti birgalashib, hammalarimiz ana shu o'tiramiz hammamiz o'g'lim. Rasululloh shu muzikantlar bilan ana shu bolalar keladi, Xudo xolasa, shuni o'tiramiz. Mayli, sog' bo'lgin bolam. Rahmat aytib. Salomat bo'ling, kattakon rahmat. Baxtga loyiq har odam baxti kulsin dunyoda. Ko'ngilni ezmasin g'am, tinchlik bo'lsin dunyoda. Turkman, qozoq, qirg'iz qardosh, turkiy millat dunyodosh, mangu porlasin quyosh. Tinchlik bo'lsin dunyoda, hayotimiz asosi, el yurt muddaosi. Bu ko'plarning duosi, tinchlik bo'lsin dunyoda. Allohimning bergan go'zal tinch va osoyishta kunda, mana shunday chiroyli oqshomda sizlar bilan diydor ko'rishganligimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Boshimiz asmon yetdi endi, qadrli do'stlar. Har bir ishning boshi bor, yakuni bor. Afsuski, agentligimizni bugungi oqshomga ajratgan vaqti o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa vaqt davomida sizlar bilan diydor agentligi jamoasi hamda davra mikrofonlari qarshisida Davronjon Mardonov bo'ldi. Sizlar bilan yana tinchlik, xotirjamlikda, sihat salomatlikda, yaxshi kunlarda bir so'z bilan aytganda, ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Kattakon rahmat olmaga. Xo'p. Ana endi bizda imkon bor, bizda fursat bor, sahnalarimiz joyida turganidan foydalanib, chiroyli fotosuratlarga tushib olamiz, oilaviy fotosessiyaga taklif qilamiz. Qani marhamat.